Aziz do'stlar, Fobor savdo markazida servisimiz mana shu yerda ko'rsatyapmiz hammaga birma-bir qaysi mototsiklning qayeri yaxshi, qayerida muammosi bor, shuni birma-bir tushuntirib o'tamiz. Videoni oxirigacha ko'ring, like bosib keting. Bo'layotgan muammoning hammasi orqa mostdan, zadniy mostdan chiqib turibdi. Bunda bo'lgan tormozda muammo, bunda bo'lgan reduktorda muammo. Mana bularda bo'lgan singan reduktorlar bilan oldingi ana shunday muammolar bo'layotgan hammasida. Bu reduktorimiz ham mana yopiq reduktor. Bunda da shunday muammo bo'lgan. Yopiq reduktor bilan ochiq reduktorning farqlarini tushuntirib o'tamiz. Yopiq reduktorimiz shu holatda bo'ladi. Oldinlari 450 ming so'm, 500 ming so'm sotilgan, hozirgi kunda 340 ming so'mdan sotiladi. Bularda yopiqligini hisobına buni o'zini 200 gram may solinadi, mostda boshqa may bo'lmaydi. Shundan keyin bu yerlarga hech qanday may kelmasdan tormozlari qotib qolishi, shu yerdagi pachimliklari ketib, palovslar uzilishlari, qiyshayishlari muammolar bo'ladi. Ochiq reduktorimiz rossiyskiy UAZ mashinalarda bo'ladi. Mana bu reduktorimiz 1 million 200 ming so'm sotilgan, hozirgi kunda 950 ming so'm sotiladi. Bunga mostning o'zini alohida may solinadi. Bu yerdan farqlab olsa bo'ladi, qaysi most yaxshi, qaysi most sifatsizroq bo'ladi. Bu yerga may solinadiganlar arzon reduktor bo'ladi. Mostga may solinadigan bo'lsa, yaxshi, sifatli, qimmat reduktor bo'ladi. Stopitsali variant bo'ladi. Palovslar ham o'ta baquvvat. Gaz 53 gazel mashinalaridagiday bir xil bo'ladi. Bunday muammolardan kelib chiqib, bunaqa sifatli most, bunaqa sifatli rama, bunaqa sifatli bort hammasini inobatga olgan holda maxsus buyurtma asosida keltirilgan elektromotorollerlarni Fobor savdo markazidan topishingiz mumkin. Bu elektromotorollerimizga 2 tonna yuk ortib, keyingi videolarimizda sinab ko'rsatamiz. Kimga qiziq bo'lsa, kommentariyada sinov so'zini yozib, videoga like bosib keting.